Moskvada Yandex taksisiz hayotim. Birinchi qism. Deyarli 20 kundan beri Yandex taksida ishlamayman. Bu o'zim xohishim bilan emas, Yandex xatosi bilan. Boshida Yandex ID'imda muammo bo'ldi. Uni ulaganimdan keyin esa hozir Comfort Plus tarifini o'zlaridan yopib qo'yishgan. Shu sabab 20 kundan beri Yandex taksida ishlaganim yo'q va uyquga to'yib uyg'onayman. Hayot sal bo'lsa ham normallashib qoldi. Taksida ishlamasang erta bilan turib qayerga ketyapsan deyotgan bo'lsanglar, Yandex taksida ishlamayman. Lekin hayotim Yandex taksidan uzilgani yo'q. Hali ham Yandex taksi bilan bog'liq. Bog'liqligi qanday desangiz, Yandex taksida 20 kundan beri deyarli ishlaganim yo'q. Lekin Yandex taksida ishlaydiganlar uchun taksopark ochganmiz. Taksoparkda Yandex taksida ishlaydiganlar uchun трудовой договор orqali tip zaynchilarni подтверждение qilib beramiz, o'zimiz parkka ulab shu трудовой договор original qilib beramiz. Yandexga shunchalik bog'liqmiz, ko'ryapsizmi? Yandex taksini hech qachon tark eta olmaymiz. Undan tashqari, xalq tili bilan aytganda, kompyuterxonani ham arendaga oldik. Tashqarida kompyuterxona, ichkarida parkimizda ofisi bor. Nima deb o'ylaysizlar? Parki ham, kompyuterni klubni ham orqamizga tiqib, bankrot qilib yana taksiga chiqib ketamizmi yoki ishimiz zo'r bo'lib ketadimi? Iblolamizmi? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha esa xayr, sog' bo'linglar.